Ayni damda biz Sirdaryo viloyati Guliston tumanida Optim yem bazasidamiz. Aka, bu broilerlar uchun demak yem ekani. Xuddi shunday. Start, Rost, finish yemimiz. Bu Optimgami yoki Narxlari hammasi Optim narxga. Optim narxi? Ha, zavodda o'zida turibmiz hozir. Ha, bizda aka rostiga kiloga 10 ming, 12 ming sotiladi bu. Butun O'zbekistonga dastavkalar bormi? Bor, hammasini qilib beramiz. Minimum qancha kilogramm olish kerak? Cheksiz, xohlagancha. Minimum. Uzr. Minimum. U ham cheklanmagan. Kelib olib ketishaveradi, ha. 1 kilo desa 1 kilo ham berib yuboramiz, farqi yo'q. Dastavka xizmatinglar bormi o'zingizlar? Dastavka o'zimizniki bor. O'sha pullarni ham dastavchidan o'zlari topshirib berib yuboradi. Yemni ko'radi, qabul qilib oladi. Hech qanaqa aldovlar yoki olib ketib qolishlar yo'q. Mana narxlarini kelib ko'rsatishingiz mumkin, operator. Bu demak birinchi navmi yoki Shunday. O'zbekiston bo'yicha bemalol sifati bo'yicha tenglasha olamiz. Narxi bilan sifati bo'yicha. Boshqa zavodlar bor, bizning konkurentlarimiz. Ular nimasi bilan ko'proq mijoz olishi mumkin? Qarzga real bilan ishlab beradi. Bizda real yo'q, faqat naqdlik uchun shunaqa past narxlar chiqarib berganmiz. Lekin ularning yemi bilan sifati bo'yicha tenglashib bera olamiz. Samarqandniki deb qo'yadi, shunaqami endi? Bu Gulistonga, Samarqandga o'sha o'zi tovuq beradi, birdan o'zi tovuq beradi, qarzga beradi. Tovuqni boqqani yemigacha ham beradi. Ikkinchi tovuqni o'zlari sotib oladi. U o'zi xohlagan narxda sota olmaydi tovuqni. Yemi qimmat birdan. U aytgan narxda majbur unga sotadi, boshqaga sota olmaydi u. Chunki pulini chiqarib berish kerak bo'ladi yemni. Bizda shu sanolar, hech qanaqa cheklovlar yo'q. Naqdga ishlaymiz, shuning uchun arzon va sifatli bo'ladi yemimiz. Yana qanaqa yem mahsulotlaringiz bor aka? Korxonangizni aylantirsangiz? Qarang, eshak bilan keyin cho'chqaga tashqari hammaga yemimiz bor. Baraka top. Hamma chorvalarga bor. O'rdak, g'oz, tuyalargacha bor. Bersa bo'laveradi. Qani? Yurib. Jo'jalarning yemlari. Biz mana bularni J1, Jo'ja1 degan, Nestushka1 degan amakim aytdi-ku boya. Bir kunlik. Boshqacha qilib qo'yinglar dedi nomini. Bir kunlik jo'jalar uchun-da, to'g'rimi? Birinchi kundan 1 oylikkacha ham xuddi shu yemdan beriladi. 1 oydan keyin o'sha boshqa yemga o'tiladi. Buni sostavi o'sha boshqa bo'ladi. 6100 so'm. Ay, yaxshi. Bular nima? Bular o'sha yemning ichiga qo'shiladigan masalliqlarni ham alohida sotamizda. Birikta tovuqchilar bor, o'zlari ratsion qilib turib, uyida kichkinagina apparat chopib turib, aralashtirib o'zlari, mishal bilsangiz, mishalkada aralashtirib o'zlari yem tayyorlashadi. Xohlasa ratsionni bersa, apparatimizda o'zimiz ham chiqarib beramiz. Lekin apparatimiz kamida 3 tonnadan kam chiqarmaydi-da. Kamida 3 tonna zakaz berish kerak bo'ladi. O'zining ratsioni bo'yicha. Hamma mahsulot bor, yemga qo'shiladigan. Yem sohasi bo'yicha hamma mahsulot bor. Vitamin Xitoydan olib kelamiz o'zimiz. Xitoyliklar bilan birga ishlaymiz. Mana bu narigi tomonda o'tamiz, apparat qurilyapti, u xitoyliklar bilan birga soatiga 6 tonna yem chiqaradi. Baliq yemi, suvda cho'kmaydigan, suvning ustida o'zi turadigan yem bo'ladi. Demak, tozalikka ham zarar yetkazmaydi. Shunday. Gap yo'q. Butun O'zbekistonni ehtiyojini qondira oladigan yem bor bizda, to'g'rimi? Bor. Gap yo'q. Ketsa bo'ladi. Narigi tomonga o'taylik bo'lmasa? Apparatlarni ko'rsat. Bundan tashqari mana bunaqa suv beradigan, don beradigan hamma narsasi bor. Tovuqxonasiga qo'yadigan ventilyatorlari, konditsionerlari bor, o'z tovuqlarida ham konditsioneri bor-da, ulargacha ham bor. Bu yerda vitamin tayyorlaymiz o'zimiz. Vitamin. Bir 5 xil 6 xil vitaminlardan bitta kuchli proteinga boy bitta vitamin chiqaramiz, uni keyin makka, bug'doylarga aralashtiramiz, uni bitta yem chiqaramiz. Polniy nazorat qilinadi. Hammasi Kepayda o'zini aralashtirib, suv aralashtirib to'rtburchak qilib qo'ymaydi. Yo'q. Suv aralashmaydi, moy bo'ladi. Keyin parda pishiriladi. Suvda pishirilmaydi. Parda o'sha qaynagan suvda parada pishiriladi. Naroda ko'rsatsa bo'ladi apparat shunaqa ishlaydi. Mana baliq yemlarimiz mana shunaqa qopda chiqadi. Baliq yemlar. Baliq yemimizga alohida nom qo'yganmiz-da, Venger karib deb. Demak, bu ham vitaminli bo'ladi, shunaqami? Bu ancha kuchli yem. Narxi ham 13 ming. Lekin o'shanga mosda, narxiga mosda. Bu boshqa joylarda 15 mingdan kam topa olmaysiz. Mana shunaqa apparatlarda pishadi. Parda pishirilgan. Hammasi bitta kompyuter nazoratida bo'ladi. Odam baribir adashishi mumkin. Kompyuter adashmaydi. Qolib ketsa masalliqlari. Uchun
bitta narsasi yetmayaptimi bo'ldi, u yem chiqmaydi, turaveradi kutib. O'sha narsani solmaguncha chiqarmaydi. Olib ketilmaydi-da. Ancha bizga ham yangilik bo'lyapti. Qarang aka. Bu qarang. Bu qarang nima bo'lyapti. Mana bu yerdan butun yem kelyapti-da. O'sha g'oyat o'sha katta dumaloq narsa edi. Uni drabilkadan o'tkazib yemni va butunini ishlab chiqara olmaydi-yu. Drabilkadan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Drabilkadan o'tkazib olyapti. Unlik bo'lib turib mana shunaqa. 10 darajagacha drabilka qilinadi. Yemga keyin yaxshi yana bir-biriga yopish. Bundan keyingi keyin nima bo'ladi? Xatirlanib Buni bundan keyin o'sha masalliqlar yig'iladi. 5 xil, 6 xil bitta yem tayyorlanadi. Hammasi drabilkadan o'tgandan keyin bundan yig'ilib bitta bo'lib, keyin u aralashtirilib, pishiriladi, keyin chiqariladi. Qattiq turib. Ha, ele. Ashi jarayonni ko'rsak bo'ladimi? Jarayonnimi? O'sha joy. Ko'rsa bo'ladimi? Endi tepada yem tushayotganlari. Ha. Mana yama bu momentdan tushadi. Bu drabilkadan o'tadi momentdan. Bitta tepaga aylanib keladi-da bitta. Drabilkadan chiqib, bu yerda bunkerlarimiz bor. 8 ta bunkerimiz bor. Hammasi 15 tonnadan-da. 15 tonnalik bunkerlarimizga to'ldiriladi. Keyin o'zi kompyuter boshqaradi o'zini ichkaridan. Ancha tayyorini ko'rsang bo'ladi shu ekan. Pishganda issiq bo'lib tushadi-yu mana bu yerda. Mana bu konditsioner sovutadi. Xolodilnikda sovutadi-da, keyin bu yerda tayyor tushadi. Ko'rasizmi? Nimaga endi? Baliqniki bu. Ha, baliqniki. Ko'rasizmi? Oson emas ekan-a? Ya shuncha mana katta anuni 3 kishi ishlatadi bo'ldi. Ish anonisi ham yo'q unaqa. Bitta kompyuterchi, ikkita qoplovchi. Keyin bir ikkita joylarda bilsangiz, makkani sotasi bilan shuni drabilkaga tashlab yuborishadi. Yo'q, bizda unaqa emas. Ha, ko'rishingizni. Sotali makka olinmaydi. Qabul qilmaymiz, sotib olmaymiz ham. Do'stlar, hozirgi vaziyat hech qanaqa uyushtirilmagan. Ish jarayonida kirib keldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Makkani shunday solinadi. Hech qanaqa nima deydi, qobig'i yo'q, Sotasi yo'q. sotasi yo'q. Keyin bitta taklif ham bera olamiz ekan. Mana bildim. Bizga dehqonlar o'sha makkasini, bug'doyini, nimasi bo'lsa olib kelib topshirib ketadi. Biz sotib olamiz. Naqd pulini berib sotib olamiz. Olib kelaveradi. Yaxshi narxlarda sotib olasiz. Ha. Dehqonlarga kerak. Shunday kutib o'tirmaydi-da. Bizda aniq joyimiz bor. Olib keladi. O'tgan kilosiga pul berib olinadi tamam. Xohlasa arzonroq bo'ladi o'rgatgan. Olayotganda endi kelishiladi-da, u savdolashiladi. Yani dehqon xafa qilmaydigan. Ha, yo'q. Pulini olmaydigan. Dehqon o'zi baribir bu yoqqa kelgungacha ham bilib keladi u. Surishtirib, hammadan surishtirib keladi. Shu surishtirib kelgan joydan xudo xohlasa yaxshi narxda olib qolinadi. Nasiya, olib qolish bunaqa yo'q. Shu bitta naqd pul sanadi. Endi agar nasiyaga ham o'zi ko'nsa, shunaqa anularimiz bor, qimmatroq Olib qolasiz. muddatiga. Bir oyga masalan 200 so'm qimmatiga sotib ketishi ham mumkin. Bo'ladi unaqa vaziyatlar. Ularga qoniqtiradi, to'g'ri? Ha, qoniqtiradi. O'sha pulini qatqadir tiksa ham uncha pul yemaydi-da. Bir oyda ichida 200 so'mlik foyda olib kela olmasa, bilsa, bizga kelib turib undan 200 so'm qimmatiga sotib ketaveradi. Bir oydan keyin pulini olib ketaman deb. 200 so'm pul tonnaga Ha, hisoblanadi. katta summa ketadi. Million, milliard bo'lib ketadi, to'g'ri? Ha, yangi joyimiz endi. 3-chi bu yil qurilishni boshladi. Bu yoq ham o'sha yerda kompyuterchi o'tiradi, polni boshqaradi. Hamma narsa. Bu yerdan nima chiqadi aka? Shuncha. Bu yerda boyagi apparatni katta variantida. Boyagi kichkinaroq edi-yu, katta variant. O'zbekistonda demak talab katta ekanda. Yemga ishlab. Shunday. Chegaralanmasganmiz endi, to'g'ri? Shunday. Xudo xolasa. Qarang, Sirdaryo viloyati bo'yicha yem chiqarish sohasi bo'yicha bizda bor-da apparat. Birinchi raqamli. Shunday. Hozir O'zbekistonda birinchi raqam bo'lamiz-da. Xudo xolasa shu bizda ham. Boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin aka. Bu ham tepaga qarab ketadi. Tepaga qarab ketaveradi. Unnayapti ko'rib, Ha, albatta. 55 ta xodim ishlaydi. O'zbekistonda yangilik mana do'stlar, baliqchilar endi bemalol soqqani qilib uyda sanaveradi, bu apparat ishlayveradi. Qana ishlaydi aka bu? Tak, yemni to'ldirib qo'yiladi. Xo'p. To'ldirib qo'yiladi-da.
Xo'p. Yemni to'ldirib qo'yiladi-da. Qachon yem berilishini, balig'ini vaqtlanib mana bu apparatda o'zida miyasida kirgizib qo'yiladi-da. Ha. Yemni vaqti kelgan payti baliqlarga o'zi apparat yem sochib beradi. Soch beradi. Hammasiga. Ha. Demak, kilolari ham Xuddi shunday. Mana shu yerda programma qilinadi, hammasi kirgiziladi. Qaysi vaqtda qancha yem berishi belgilanadi, bo'ldi. Demak, Bir marta to'ldirib qo'ysa bo'ldi. barakam ilovasiga qo'yasiz, rejada bor. Shunday. Gap yo'q aka, baraka toping. Azizbek aka, hozir haligi insofsiz sotuvchilar ko'payib ketganda, Shunday. arzon yemni haligi qimmat sotishyapti, u original birinchi sort deb. Shuni farqlashni o'rgatib qo'yaylik. Tak, farqi ikkita yemni yonma-yon ushlamaguncha yoki oldin bu yemda boqib turib, yaxshi e'tibor bermaguncha bilib bo'lmaydi. Xo'p. Masalan, o'zim ham farqlay olmay qoldim. Men bu Mana. broiler yemida qimmat yem, men bu arzon yem. Ko'rinishi bir xil. Farqi nimada? Oz yaqinroq olib kelib ko'rsa, bu yem ko'proq sarg'ishroq bo'ladi. Bunda semichka shuroti qo'shilganligi uchun semichka shurotimiz qorada, shuning uchun salgina qoraroq. O'shandan farqlasa bo'ladi. Bizda ko'p hozir o'sha nima deydi, muammo bo'ldi. Aralashtirib yubordilar o'zi. Muammo bo'ldi. Buni olib turib, qopiga mamuni solib turib, chekka-chekka qishloqdagilarga aldab sotishgan bo'ldi. Bizdan olib ketib. Do'stlar, Hozir o'shanga yechim qilyapmiz biz ham. Qopni ham o'zini ko'rinishlarini boshqa chiqib, buni ham ko'rinishini boshqacha qilmoqchimiz. har bittasini demak pechatlab, alohida. Shunday. Do'stlar, ayni damda biz O'zbekiston bo'ylab eng arzon olmoqda yem tayyorlanadigan korxonadamiz. Agarda sizlarga ham shunaqa optim xolisizlar kiloga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, yem kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga yoki barakami ilovasidan bemalol xarid qilishingiz yoki zakaz qilishingiz mumkin. Baliq yemlaringizni vodiyga Shunday Olib vodiyliklar ko'p olib ketadi. Samarqand, Vodiy tomondan, Farg'ona, Andijon ko'p olib ketadi. Ular bittada furada keladi-da. Ularda endi bittada katta tuna olib ketmasa, yo'lkasi qoplamaydi. Shuning uchun bitta haftada bir marta keladi, bitta katta fura keladi. Shu furani to'ldirib chiqartirib yuboramiz. Demak, shunaqa ekanda, bir nechta vodiyli akalarimiz bo'lsa, biznesmenlar bo'lsa, kelishib bitta furani yukini olishsa, shuni besplatga ketib qoladi fura, to'g'rimi? Shunday. Vodiyliklar, bilasizlar o'zlaring nima like bosolinglar. Shuncha harakat uchun. Yo'q, tarqatib qo'yinglar, aynan shunaqa biznesmen akalar bilmaydiganlar bo'lsa. Men bizga qiziq bo'lyapti-da endi. Demak, rostdan ham endi barakamida sotiladigan mahsulotlar chetdan ishlab chiqarilar ekan. Hammasi tabiiy, 100% halol, nazorat ostida. Endi odamlar aldanish ehtimoli bunda kamayadimi? Shunday. Ha. O'zlari kelib turib, ko'rib turib ham olib ketsa bo'ladi. Ko'rib turib olib kelsa ham. Zavodda qanaqa ishlayotgan jarayonlarni ko'rsa ham bemalol bo'laveradi-da. Demak, 100% barakamida sotilayotgan mahsulotlarimiz aynan shu zavodda original. Kimdan-kim shubha bo'lsa, kelib turib zavodimizga kelib turib, ko'rib, o'zlari shosh hosil qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi bizda nima bo'ladi? Odamlar aldolmaydi. Qimmat narxdagi yaxshi sifatlarni hammasini alohida, arzonrog'ini, xalqchiligini, ya'ni xalq bemalol oladigan o'zlarini cho'ntagiga moslarini arzonroq narxda, to'g'ri yo'nalishda endi sota olishadi, sota olish Shuni shunday. ajratib oladi ular. Ha, endi bemalol ajratib oladi. Xo'p, endi yilmi bu yoq barakami, aka? Qo'lim changda. Bo'ladi, aka. Barakami? Baraka. Bo'ladi, gap yo'q, aka.